Qizajonlar, bu narsa beldagi sohadan olinyapti. Bu nimadan paydo bo'lganligi haqida men sizlarga qisqacha ma'lumot aytaman. Depilatsiya qilgandan keyin po'ralar ochiq turadi. Shunda biz sizlarga aytamiz, bir kun suv tegmasin yoki bir kun cho'milmay turasiz yoki bir kun skrablamay turasiz deb. Bu klientim bir kundan keyin skrablagan va po'ralar o'shanday ochiqligicha qolgan bel sohalarida terlagan, teridagi butun tanadagi kir, yiring, atyoq hammasi zaharli narsalar chetga oylab to'plangan. Biz buni ancha siqqanmiz va men 3 oy tegmasligimizni va hech narsa qilmasligimizni aytganman. Mana 3 oydan keyin Xudoga shukr shunday qilib tozalab o'zini holiga keltirdik tanani. Bu narsadan bikini sohalarida ham chiqadi. Bikini chiskaga sizlar e'tiborlar qaratishni so'rayman. Manzilimiz Farg'ona shaharda. Kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bikini chiska narxi 250 ming so'm bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun menga obuna bo'ling va istoriyalarni kuzatib boring.